Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men kentimiz, ya'ni Meniyada. Hava shundoq illiq, go'zal bir kun bo'lib o'tib. Hurmatli qarindoshlar, bu yil ulug' ro'za hayitimiz bilan Navruz bayramimiz teng keldi. Men kitap o'qish munbiriga qarindoshlarimga ham qizim Dilfiruzga vakolatan dunyoning har qaysi joylaridagi musulmon qarindoshlarining, jumladan Uyg'ur qarindoshlarimizning bu qutlug' ro'za hayitini ham Navruz bayramimizni chin qalbimdan tabriklayman. Ro'za hayitinglar muborak bo'lsin, Navruz bayraminglar muborak bo'lsin. O'ylab baqsan, bu kitap o'qish munbirimiz qurilgandan tortib 8-chi qitim ro'za hayitini, Navruz bayramlarini ekran yuzi orqali sizlarga salom berib o'tkazishimiz bo'pti. Ulug' Allohim bizni Ramazondan Ramazonlarga ulashishga, ro'za hayitlarni, Navruz bayramlarini ekran yuzida bo'lsa-mu ko'rishib turib o'tkazishga nasib aylasin. Xo'sh, bugun ro'za hayit ham Navruz bayrami munosabati bilan danliq shoirimiz marhum Muhammadjon Rashidin apandining Ana tog'lar nomli bu she'rlar to'plamidan hoziringlarga 2 parcha she'r sunay dedim. Biri sen kelgandek bo'lib qoldim, bahor kelsa dilbarim nomli she'ri. Bu she'r chatma she'rlar bo'lib, buningdan sizlarga bir parchani o'qib beraman. Ya'ni bahar Xizr emasmi? Xo'sh. Parizotdek bir fasl yana keldi yurtimga. Tabiatda boshlandi qasidasi qushlarning. Shoir uchun qushlardek shu faslni ulug'lash eng ulug'i bo'lib qoldi olamdagi ishlarning. Qalamimga qutdayman shu amgakni umrlik, ming yashabmu bahardek bo'lolmayman biroqda. Bahar algan alqishni alolgan inson yo'q, u shon sharaf albatta meningdan mo'shiraqda. Qaytib keldi qoqirlari va'dimizga qaytidin. Marikiga bahordan yana bag'oq olgandek. Sahar ushqan shamoldan bir musiqa anglayman, tuyuladi ham uni Tangri o'zi chalgandek. Zimistondan zarlangan g'ayriblardan g'am ketdi. Gul puraydi to'k yiqi dalalarda kashlasa. Uruq atda tug'ildi bir taychiqi umidning, suyunadi bahordan qora qishni aslasa. Yaman degan odam yo'q cho'chaklarda Xizrni. Bahar Xizr emasmi o'ylaganda yo'liqqan. Yag'dirg'ini yaxshilik, qoldirg'ini guliston. Bahar o'zi emasmi gulni manga to'nitgan. Yomg'iri bar osmondan to'kib turgan himmatni. Suv yetmagan do'nglarning shunga chiman dargohi. Lab urmag'ay hech kimmi bo'lolmaydi bahordek. Bahorda bar shon sharaf, bahorning yo'q gunohi. Qabrisida onamning yana yeshil bix surdi. Qalbim kabi urib yig'lab turgan oq shiboq. Oq paranja ilindi bahor kelib zimindin. Tabiatga yot amdi zimistondan qaqshimoq. Ta'riflamak bahorni qalamimga qut mening. Yuzlab varoq o'rilar har yili bahor kelganda. Qasidamni qadrlab qoqirlarmi ketildi. Bayram deyman hayotni bahor quchoq kerganda. Xo'sh, yana bir parcha she'r yoshsin. Yo'lak sizni yo'liganlar yoshsin. Yugak sizni yugiganlar yoshsin. O'zi olmay yomg'ir yoqsa osmondan, elga yomg'ir tilaganlar yoshsin. Sug'argandek soyi bergan chinorni, ota ajrin to'laganlar yoshsin.
Eti harsa ana tushgan harbining, o'zi ot bo'p so'rganlar yaşsın. Çabak çalman bizdek şairi tümenmin. Adaletni kuyligenler yaşsın. Qayda yetip, qayda qopsa vatandin, özge xiyal sürmigenler yaşsın. Özgelerinin bəxti üçün dert tartıb, özü rahat görmegenler yaşsın. Yoksuzlukta otu öşken yalğızның uçqını köyligenler yaşsın. Aldın ketken g'iriblarning beshida chirog' yiqib tuniganlar yaşsın. Pərişdidin şeytan tola ba'zida ezutquga ko'nmaganlar yaşsın. Siniqida tuman turlik söygünün aval pulni söymeganlar yaşsın. Mal dunyoning piraqida kül bolup shu o't cho'g'da ko'ymaganlar yaşsın. Ta'zim qilg'in bilganlarga qadringni, amgakingni ko'nmaganlar yaşsın. Unutilmasin armon bilan ketganlar, umidlari o'lmaganlar yaşsın. 1992-yil iyun G'ulja. Hurmatli qarindoshlar, bu ikki parcha she'r bilan har biringlarning ro'za hitinglarni ham Navruz bayraminglarni yana bir qitim tabriklayman. Oxirida bir qisqasini qo'shib qo'yman. Bu sin men o'tganda yana qishda Shveysariyaning Vali rayonidagi Kamontana degan bir kichik tog'liq kentga borganda tatgan go'zal ko'rinishlar. Bahar og'aysizlar. Xayr xo'sh, kelib qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Bayramlarni yaxshi o'tkazgaysizlar. Xayr xo'sh. Réveillez-vous, ils sont là. Toujours. Qu'est-ce qui se passe? Allez, allez, on y va. Lola Lee. Stop. Entendu, Lola. Merci à tous. Joyeux semaine de l'Empire Marou. Good night.